soch muammosi to'kilayotgan bo'lsa, qarang. Ana uni piyoz bor-ku, piyozni yog'ini olamiz ichiga ofat. Piyozni yog' bilan qora sedadan yog'ini aralashtirishni o'rgataman. Sochingizga surtasiz 1-2 haftasiga 2 marta, 3 marta, tushundingizmi? Yarim soat surtib qo'yasiz, keyin cho'miltirasiz. Sochingizni yuvasiz. Qanday qilish? Piyozni yog'i qanday olinadi? Xo'p deng. Piyoz yog'i, katta piyozni olasiz, ta to'g'rab turib 200 gram zaytun yog'iga qizartirib qovurasiz. Ya'ni o'tkazib yubormang. Qip-qizil bo'lsin. Tushundingizmi? Keyin suzib oling. Suzib olganingizdan keyin xolodilnikka saqlasangiz bo'ladi. 1 oygacha saqlasangiz bo'ladi. Tushundingizmi? Ana o'sha yog'dan bir choy qoshiq, xohlasangiz 1 osh qoshiq. Uni piyozni yog'idan 1 osh qoshiq, qora sedana 1 osh qoshiq, ikkovini aralashtirib 10 minut yaxshilab sochingizga ko'zini chiqarib oladi. Tushundingizmi? Sochlaringiz uzun bo'lib ketadi, shuncha bo'lib ketadi. To'kilayotgan bo'lsa to'kilmay qoladi. Bir yarim soat, 10 minutga uni shunday qilib, keyin o'rab qo'yib, keyin bir yarim soat, 1 soatdan keyin yaxshi shampun bilan yoki boshqa narsa bilan hidini ketkazish uchun limonni sokini qo'shasiz suvga, chaying, hidi yo'qoladi. O'ylamang, sasib yurmaysiz, eringizga ham yoqasiz. Erkaklar ham qilsa bo'ladi, xotiningizga ham yoqib ketaverasiz. Mana shunday qilib yuring. Tushundingizmi? Uni yanada kuchaytirish mumkin. Boyagiga bir choy qoshiq kastor yog'ini 1-2 tomchi ana uni rozmarin efirni yog'idan ham qo'shib olasiz va pishi zo'r bo'ladi. Mana shunday qilib yuring, xo'p deng. Mana shuncha sochingiz o'sib ketadi. To'kilmay ham qoladi. Tushundingizmi?